$999 evaziga umraga borishni xohlaysizmi? Azizlar, videoda oxirigacha ko'ring, bizdan uzoqlashmay to'liq ma'lumotni sizga berib o'tamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz umra jamiyatidamiz. Azizlar, umra jamiyati sizlarga Ramazon oyining boshiga katta chegirmalarni e'lon qiladi. Ya'ni $1200-$1100 bo'lgan standart paketlarimiz endilikda Ramazon oyining boshiga siz azizlar uchun $999 qilib belgiladik. Ya'ni biz chegirmalarni katta qilib chiqardik, lekin eng asosiy narsasi sifatli servis va malakali ellikboshlarimiz o'z joylarida. Ya'ni bizning reyslarimiz, to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsak, bizning reyslarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent hamda Termiz shaharlaridan to'g'ridan-to'g'ri Madina Munavvaraga hamda Makka Mukarramaga, ya'ni Jidda shaharlariga nima qilishadi? Tushishadi. Xo'p, endi to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bo'ladi. Ziyoratlarimiz esa Madina Munavvaradan boshlanadi. 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada mehmon bo'lasizlar. U yerda malakali ellikboshi sizlarni shinam pokiza mehmonxonaga joylashtiradi. Mehmonxonamiz masofasi, mana qarang azizlar, biz naqdi chegirma qilyapmiz, lekin e'tibor beramiz, mehmonxonamiz masofasi Ramazonda ham markaziyada, ya'ni ko'pchiligimiz bilamiz, markaziya deb tushunilgan ko'pchilik markaziyada joylashgan bo'ladi. Ya'ni Masjidimiz Nabaviydan 350 yoki 450 metr masofa oralig'ida bo'ladi. Piyada bemalol 5 mahal namozga kirsangiz bo'ladi. Malakali ellikboshi sizlarni Madina ziyorati bo'ylab sayohat qildiradi. Ya'ni o'sha Uhud tog'iga, Qubo masjidlariga borasizlar va Xurmo bog'ida sizlarni o'sha iftorliklarni ham uyushtirib beriladi. Hattoki. Va yana bitta narsaga e'tibor beriladi azizlar, bizda o'sha Ravza-i Sharifga kirish shu paytgacha bo'lib keldi, nasib Xudo xolasa. Bundan bag'yan Ravzaga har bir ziyoratchilar kirishadi, undan muammo yo'q. Ya'ni saharlik hamda iftorlikka lazzatli taomlar beriladi. U yo'g'iga keyin Makka Mukarramaga borasizlar, ellikboshi sizlarga o'sha ihrom kiyish odoblari, umra qilish qonun-qoidalari hammasini batafsil tushuntirishadi. Umra amallarini ado qilasizlar. Makka Mukarramada ham nima qilinadi? O'sha pokiza, shinam mehmonxonaga joylashasizlar. Makka Mukarramadagi mehmonxonamiz masofasi, ya'ni haramgacha bo'lgan masofasi 2 kilometr masofa oralig'ida bo'ladi. 4 tadan avtobuslarimiz doim xizmatda 24/7 ishlashadi. Makka Mukarramada ham saharlik hamda iftorliklarga lazzatli o'zbek milliy taomlari beriladi. Bundan muammo yo'q. O'sha yerlarda, o'sha Makka Mukarramada yurib, o'sha yerda Makka ziyoratlariga ham olib chiqiladi, o'sha Arafat tog'iga, hamma joy ziyoratlar bo'ladi. Xudo xolasa, ya'ni bu ziyorat deb aytib o'tyapmiz. Bitta narsaga e'tibor beramiz. Odatda Ramazon oyida ziyoratlarga olib chiqish to'xtatiladi. Ya'ni firmalar, shirkatlar tomonidan avtobuslar berilmaydi. Agar avtobus berib, shirkatlar tomonidan avtobus beriladigan bo'lsa, albatta sizlarni ziyoratga olib chiqamiz. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Ya'ni sifatli servisidagi malakali ellikboshlarni aytdik, hammasi sizlar bilan birga o'sha 14 kun mobaynida barcha o'sha nimalarga, ishlarda, jarayonlarda qatnashishadi. Inshaalloh hammamiz chiroyli bo'lib borib kelamiz. Xo'p, endi 14 kunlik safarimiz oxirida, ya'ni qaytayotganlaringda aeroportda ellikboshimiz o'sha firmamiz tomonidan siz azizlar uchun 5 litrli Zamzam suv har bir ziyoratchiga beriladi va Xudo xolasa chiroyli ibodatlar qilib qaytib kelasizlar azizlar. Xo'p, endi o'z joyimizni band qilishimiz uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqamiz, shoshilamiz, chunki qabullarimiz ochilgan. Nafaqat Ramazon, balki mana shu Ramazongacha borib kelaman deydigan odamlar bo'ladi. Ya'ni Ramazondan oldin ham borib kelib olishimiz kerak deydigan odamlarga ham bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi, chunki quyidagi raqamlarimizda o'sha Telegramda, WhatsApp hammasi bor. Call center bolalarimiz 24/7 javob berishadi. Hattoki o'sha mana musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, ular ham o'z yaqinlarini, ota-onalarini umraga jo'natmoqchi bo'lishadi. Mana bizga aloqaga chiqishlari mumkin bemalol va biz firmamiz nomidan sertifikatlar chiqarib, o'z yaqinlarini ular nomidan umraga ham maqnamiz jo'natamiz azizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska qilinglar azizlar.